Assalomu alaykum. Leo Garden olma bog'ida yosh 3-yiliga o'tdi. M9 payvandakda Devil Gala olmalarini kesyapmiz. Devil Gala olmalarimizni mana kesilgan joylar mana shu oldilarimiz. Holatiga qarab o'solmayotganlarni sal kuchliroq kesish ishlari bo'lyapti. Yaxshi o'sib novda qo'yganlarni mana novdalarini qo'yib maksimalni novda qoldirishga harakat qilyapmiz. 3-bargga o'tadi bahorda, xudo xolasa. 5 simga 20 sm qopti yetishiga. Mana holati. Shoxlarini ko'proq qo'yib, bu yil hosilga yotqizish maqsad, kelasi yil tonnani ko'tarish. Devil Gala olmalari.